Xullas, shifoxonada Shoira ismli bir hamshira bo'ladi. Uni mana shu erkaklarga sal suyagi yo'qroq bo'ladi. Keyin bu yotgan Sherzodni u yoqtirib qoladimi, xullas turli xil gap qiladi-da har anaqaga kirganda, muolajaga kirganda. Bir kuni kechqurun esa uni xonasidan omborda bir narsani olish kerak deb chaqiradi. Kechqurun bo'ladi, sababi o'sha kuni Shoira navbatchilikda qolgandi. Sherzod bunga rozi bo'ladi. Bechorani mana ham bilsan, keyin omborxonaga boradi. Omborxonaga borganda esa Shoira qattiq kuladi va sochlarini yechadi va o'zini shu fitnalarni qilishni boshlaydi. Va xayriyatki, Sherzod bu fitnalarga uchmaydi. Shu joyda Sherzod uni sevgisini rad etganini O'tkir Hoshimov shunday qilib tasvirlaydi. Ya'ni tuyg'usi haqoratlangan ayolning nafrati yomon bo'ladi. O'zimni notimda mana shu yerda qavsgacha yozib qo'yganman. O'rgildim bunaqa tuyg'udan deb. To'g'ridan, masalan, endi duch kelgan erkakka bunaqa ishlarni qilib ketaverish nima bu muqaddas tuyg'u hisoblanadimi sizningcha? Nima deb o'ylaysiz? Izohlarda fikrlaringizni qoldiringlar.